Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Bu safargi videomiz barsovkali oyoq kiyimlar haqida bo'ladi. Bu barsovkani ko'rinishida emas, barsovkani ichida asosiy sifati. Yaqinroq keling, video davomida kuzating, like bosing. Hop. Mana barsovkali oyoq kiyimimiz hozirgi kunda juda trendga aylangan, sifatlari ham yaxshi, lekin yana bitta no tarafi bor. Barsovkani ko'rinishini o'zini reklama qilishyapti, lekin dastavkada unaqangi narsa bormayapti. Shuna ahamiyat berishlarini xohlardimki, oyoq kiyimni birinchi o'rinda barsovkasida emas yoki bo'lmasam bir kashalogida emas, asosiy sifati ichida bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p, 43 razmer. Mana originali ichida bo'ladi razmeri. Ko'rishlaring mumkin. 43 razmer. Buni ichlarigacha teri, egiluvchanligi ham, bukiluvchanligi ham juda joyida mana. Bukilib turib, cho'ntakka solish sekin ketilaveradi. Ko'rib turibsizlar ahamiyatini. Buni ahamiyati shundaki, oyoqqa o'rnashishi yaxshi. Oyoqdagi qisilishlar, bo'g'ilishlar bo'lmaydi, havo o'tkazishlari ham yaxshi bo'ladi, sifatlari zo'r bo'ladi. Screenshot qilib olishlaring mumkin. Buni razmeri aslannoy 44 dan 39 gacha yo 40 gacha razmerlari bo'ladi. Ali egilib qoldi, tirish tushib qoldi, aqabaqa bo'lib qoldi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Har doim xizmatingizda, misol qish fasli uchun ham qalinroq paypalar bilan bemalol kiyadigan holatdagi nimasi bor. Holati bor. Nimaga uni deyapsiz siz? Asosan ichki tashqi teri qilinganligi uchun havo o'tkazishlari ham yaxshi, issiqlikda ham yaxshi ushlaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Kuz mavsumi tovushi noyabr oylarigacha bemalol kiysa bo'ladi. Dekabr oyi ham kiysa bo'ladi, lekin yanvarga tavsiya qilmayman. Nimaga siz juda sovuq bo'lib ketadi yanvarda, sapoy kiygan afzalroq. Mana ko'rinishlarini ko'rib turibsizlar. Mana qulayligi ham qulay, yengil, yumshoq. Screenshot qilib olishlaring uchun mana ko'rsatib qo'yapman. Bemalol nima deydi, telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Dastavka xizmatlari bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Ishonch hosil bo'lishi uchun pastga telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Undan tashqari Taura brend deb yozilsa, YouTube kanalim ham bor. Avazbek o'z kanalim bor. Telegram, Instagramda ham kanallarim bor. Bexijolat, Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumanida joylashgan manzilimiz. Butun O'zbekiston bo'yicha BTS pochta orqali dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Buni yana bitta ahamiyati, yo'q, men qo'limga olganimdan keyin ko'raman, qo'limga ushab ko'rganimdan keyin pulini to'layman demoqchi bo'lsalaring, qo'llaringga olganlaringdan keyin pulini to'layverasizlar. Shunchaki ko'rasiz, qo'lingizga olganingizdan keyin ishonchligiga hosil bo'lib, pulini karta orqali to'lab yuborasiz. Hech qanaqa to'lovdan, hech qanaqa bosh og'riq, anda ketdi, bunda ketdi, pul tushirdim degan narsa bo'lmaydi. Hech qanaqa bosh og'riq ham bo'lmaydi. Borasiz, qo'lingizga olganingizdan keyin ko'rasiz, ishonch hosil qilganingizdan keyin o'sha BTS pochtada kartangizdan kartamga pul o'tkazib yuborasiz. Ag'aga olib, BTS pochta pulini olib, bemalol kiyib maza qilib yurasiz. Agar kelishuvimiz yaxshi chiqib qolsa, balkim pochtani vodiy bo'ylab bepul qilib berarmiz, yoki bo'lmasa o'zimiz yetkazib beramiz, yoki bo'lmasa do'konimizga kelib olib ketishlaring ham bemalol mumkin. Qanaqangi holatda bo'lsa ham kelishib ketaveramiz bexijolat. Undan tashqari bizda futbolka, xullas shim, bosh oyoq nimalar zarur bo'lsa, barcha narsalar bor. Bu oyoq kiyimimizdan tashqari zamsh oyoq kiyimimiz, cheshka oyoq kiyim, krossovka deysizmi, libboy, sapoy deysizmi, xolasangiz, ishchigami, rabochiygami, qanaqangi oyoq kiyim zarur bo'lsa, barchasi o'zimizda bor, bexijolat. Optimga olaman deyishi mumkin. Optim holatlarida ham bemalol murojaat qilaverasizlar, gaplashib yetkazib beraveramiz. Xo'p, pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Buni puliga kelsak, qo'ng'iroq orqali gaplashamiz. Telefon qilganlaringda xotirjam va narxini tushuntirib beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.